chiqayotgan yeringizdan qanday quyuq yering ko'ryapsizlar. Gaymalikmi doktor? Yo'q, siz xavotir olmang. Bu gaymarit bu qo'pol deb xavotir o'tirmang. Bu gaymarit deganda burun atrofida 8 ta bo'shliq bo'ladi. O'shandan faqat ko'z tagidagi bo'shliqda shamollar tushsa gaymarit bo'ladi. Bu degani siz xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Mana bu sizning o'ng ko'zingiz, bu chap ko'zingiz. Bu o'ng gaymar bo'shlig'i top-toza, chay gaymar bo'shlig'i, ko'zning o'rtasidagi bo'shliq, peshonalar bilan asosiy bo'shliq. Qo'lni yering to'la. Bu degani gaymaritdan to'l barobar yomon degani. Ya'ni gaymarit sizning oldiga yurinda bu degani. Xalq tilida ko'pchilik teshish deydi. Shunaqa anonda bizda ko'pchilik oldin ham qo'yganman videoni. Burun ichidan kirib, hammasiga bitta kateter orqali qo'yib yuvsa, bu yuvgan narsa bunaqasi chiqib ketishi osonroq bo'ladi shunda. Tepadagi yeringlar pastga oqib tushadi keyin. O'shanda yaxshi chiqib ketadi. Hani aytganimdek funksiya qildik, kateter o'rnatib qo'ydik va bir yerini tortib ko'rishga harakat qildim. Mana shuncha yering chiqib kelyapti. Hali bunaqasi ko'p chiqib keladi. Mana tortyapmiz, chiqib kelyapti. Va buni tortgan yeringimizda, chiqayotgan yeringimizdan qanday quyuq yering ko'ryapsizlar. Yana dori yuborib, dori bilan yuvamiz, bu kun davomida yana yuvaveramiz, sekin chiqib keladi. Ko'pchilik doktor teshmasdan davolasangiz bo'lmaydimi deydi. Teshmasdan davolash mumkin, lekin ba'zi holatda effekt bermaydi. Funksiya qilingandan effekti mana shundan bilinadi. Sizda ham mabodo shunaqa shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, darhol lol shifokorga ko'rining.